Savol. Assalomu alaykum ustoz. Uzundan beri kallamda bir savol bor edi. Payg'ambar alayhissalom va ahli bolalari nemishqa sadiqa yemaydi, ammo hadiya oladi? Javob. Va alaykum assalom. Janobi Alloh payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni izzatlab, poklab, darajasini butun xaloyiqdan ustun qilgan. Yana u zotni dunyoga talmurishdek ba'zi ishlarda umum xaloyiqqa o'xshab qolmasin deb, u zotning payg'ambarlik maqomiga loyiq ba'zi xos hukmlarni bergan. Zakat kishilarning o'z mol-mulklarini tozalab chiqarayotgan kiri bo'lg'achqa, zakat elish va zakat yeyishnimi bu sababdan payg'ambariga va jamoatiga harom qilgan. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jamoatidagilarga zakat berilmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Hashim avlodlari, shubhasizki Alloh sizlarga kishilarning pul mollarining kirlarini harom qildi va uning o'rniga sizlarga 25 dan birini berdi" degan. Hashim jamoati Abbos, Ali, Aqil, Ja'far va Haris ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhularning oila tavobatlaridir. Bularning nasablari Abdumanafning o'g'li Hashimga tutishadigan bo'lg'achqa Hashim avratlari deb atalgan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.